Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-may haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Xo'p, bularda endi sotuvchining o'zini aytishi bo'yicha Xitoydan kelgan ekan. Endi Xitoyda ishlab chiqarilganmi, boshqa joyda ishlab chiqarilganmi? Balki O'zbekistondan ishlab chiqarib Xitoyga borgan, keyin yana Xitoydan qaytib kelgan. Xullas Xitoydan kelgan ekan. Sotuvchining aytishi bo'yicha 15 ming so'mdan kichkinasi ekan. Necha yoshga tushadi bular? 2 yoshdan 8 yoshgacha razmer bular. 2 yoshdan 8 yoshgacha razmer ekan. Donaga olaveradi 15 dan xohlaganicha. Dona optim. 15 ming so'm. Pachkaga ham, donaga ham ekan. Endi kattalarini necha pul dedingiz? Kattalariga 25 ming so'm. Kattalari 25 ming so'm. Buni razmeri 5 yoshdan 15 yoshgacha. 5 yoshdan 15 yoshgadagi razmerlari 25 ming so'm ekan. Mana bu modeli bor, aka. Shu 25 mingligimi? 25 ming. Shu 25 ming so'm ekan. Ha, bular ham 25 ming hammasi. Bular ham 25 ming Bu so'm. modelni katta razmer даже men o'zimga ham sig'yapti. Xo'p, shu katta razmerlari chiqqan, kiyib olgan videoyim ham bor edi o'tkazib. shuni kattasi ham, kichkinasi ham 25 dan, a? 25 ming so'm kattasi. Donaga ham, pachkaga ham shu narx. Donaga ham, pachkaga ham shu narx. Даже Yaxshi. o'zimga ham sig'yapti. Demoqchiman. Mana, narsani o'zi turishi o'xshaydi ekan-u. Shuni yaxshilab bir e'tibor berib ketamiz. Kattasi 25 ming so'mdan ekan. Hop, kichkinasi 15 ming so'mdan ekan. Kimdir internetda ko'rdim 15 mingdan deganingiz deb, qandaydir muammo bo'lmasin deb biz oldindan ogohlantirib ketyapmiz. Chunki narsa bir-biriga o'xshaydi ekan. 25 mingliklar rasitkalar. Mana bu rasitkasi bor. Mana bitta bezak. Buni ham razmerlari bor. 5 yoshdan 15 yoshgacha razmer bor. Bu model borki, Smiley. Bu ham eng trenddagi hadovoy modelimiz. Yaxshi. 5 yoshdan 15 yoshgacha. Keyin mana seriyasi bor mana. Zo'r. Bu ham 5 yoshdan 15 yoshgacha bor. Telefon nomeringiz aka? 91lik 91lik 097 097 55 55. 55 55 ga telefon qiling. Bu akamiz Qo'qondi bozoriga ham chiqishadi. Ayollarning ko'ylagidan ham sotishadi. Bor. Xo'p. Hozir mana bu tomonda joylari bor. Bu tarafda ukalari sotishyapti. Shu xullas Qo'qondi bozorida o'zi ham sotadi bunaqa narsalarni. Shuning uchun kelaverasizlar ahliroq bozorga.